Hurmatli ariston o'rnataman deb da'vogarlik qilayotgan ustalar, mana shunday qilib ketmanglar. Bu nima ahvol? Buni qarang. Na amerikanka bor, na boshqa bir adapter bilan biron yo'qotirib, payka qilib yopishtirib ketgan. Одноразовый qaytib yechayotgan usta yerdan kesish kerak. Joy ham yo'q bu yerdan keyin iziga payka qilgani. Nechta mufta ishlatgan yerdan yerga shuncha mufta ishlatganini o'zidan qanaqa ustaligini bilsa bo'ladi. Bunday qilmaslik kerak-da, barak topib, bu yechilishi bor, tozalanishi bor, boshqa joyga ko'chirilishi bor. Nima deysizlar? Necha baho mana shu ustani ishiga-da kim qilgan bo'lsa ham-da, buni qarang. Uni hozir qanday yechib oldim? Masalan, hozir 15 kilometrdan yo'l bosib keldim shu ariston uchun. Yandeksga 55 ming xarajat qilib. Buni hozir nima deyish mumkin-da? Asab buziladi-da, kechasi shuncha joydan yo'l bosib kelasiz. Ahvol bu. Shuning uchun ariston o'rnatadiganlarga aytamanki, o'zini mutaxassisiga o'rnating, to'g'ri kelganga o'rnattirmang deyman-da.